qing'ir ishning qiyig'i 40 yildan keyin ham chiqadi degan bir gap yuradi xalq orasida. Qanchalik to'g'riligini deyarli har kuni isbotini ko'rib turibsiz. Assalomu alaykum. Hurmatli azizlar, Koreyada yana bitta shu o'zimizni qora ko'zlardan bir juvon qo'lga tushdi politsiyasiga. Gap nimada? Gap o'zi nelegal, noqonuniy yurib turib, men noqonuniy yurganlarga yordam beraman. Ularni vizasini to'g'irlab, doimiy Koreyada qolib ketadigan qilib to'g'irlab beraman deb hammadan, endi o'sha kim o'sha xohlagan shu noqonuniy yurganlar o'zini yurganini qonuniylashtirib olmoqchi bo'lganlardan pul olgan. Pul olganda ularga viza qilib bermagan emas, qilib bergan, lekin u viza soxta viza bo'lgan. Soxta. O'rischasiga fuflo deydi. Falshivka deydi. Shunaqa nimani qilib bergan. Endi u qachondir baribir u vizani kimdir tekshiradi-yu. Tekshirib ko'rgan paytda qalbakiligi bilinib qoladi. Endi bular bilgandan keyin qilib bergan odamga murojaat qiladimi? Ha, qiladi. Qilib bergan vizang soxta ekan, to'g'irlab ber deydimi? U qanaqasiga to'g'irlab beradi? O'zi boshidan shu mashinniklik qilib yurgan bo'lsa. Endi ular bo'lmasa pulimizni qaytarib ber deb tinimsiz murojaat qilavergandan keyin, endi o'sha ko'pchilikdan bir 10 kishidanmi, 20 kishidanmi, 50, 60 kishidanmi, 100 kishidanmi pul yig'ib olgan-ku, endi viza qilib beraman deb. Puli bor. Endi u nima qiladi? Kim agar qo'lga tushib shu murojaat qiladigan bo'lsa bunga, ularni ana odam yollab o'sha pullarga, o'zini puliga o'zini jazolamoqchi. O'zini yog'iga o'zini qo'ymoqchi-da. Qarang, mashinnik shunaqa bo'ladi. Miyasi yomon ishlaydi. Bularni faqat shu yomon ishlarga ishlaydi. Qaniydi shularning miyasi bir yaxshi ishlarga ishlaganda balkim el xalqqa bir foydasi tekkan bo'larmidi. Endi odam yollaydi, palon joyda ishlaydi, nelegal. Borasan-da, ovozingni o'chir, jim yur. Politsiyaga u kimga yetadigan bo'lsang, ket. Kallang ketadi deb xullas cho'chitadi. Endi nimadir yo'llar bilan cho'chitadi-da. Mana qarang. Endi savol paydo bo'ladi. Nima uchun o'sha qizga bu odamlar ishondi? Qarama, ko'pincha ayol mashinniklarga odamlar tez ishonib ketadi. Nimasiga ishonadi? Yo uni ko'rinishiga, bir husni jamoliga mahliyo bo'lib qolib shu ishonib qoladimi, gipnoz bo'lib? Yo bo'lmasam bularning o'zi shunaqa bir ishontirish qobiliyatlari qanaqadir bir kuchlimi, bilmayman. Uni o'rniga bir internetdan, bir kerakli bir joydan ma'lumot qidirmaydimi? Noqonuniy yurganda qanaqa qonunlashtirib olsa bo'ladi. Bu yo bundan so'ramaganmi deyman-da. Sen qanaqa qilib bizga buni qilib berasan buni? Endi albatta mashinniklarni bilasiz, haligi formasi bo'ladi o'zini. Joddiy kiyinib oladi. Ko'rgan odam bu deydi qo'lidan ko'p ish keladigan odam bo'lsa kerak, boy bo'lsa kerak, значит bu aqlli bo'lsa kerak deb o'ylaydi-da. Hani joddiy kiyinib oladi, shu bor yo'g'ini pulga tikib oladi, o'sha kiyimga tikib oladi ular. Shubha qoldirmaslik uchun-da. Yana qanaqadir bir o'zini yo'llari bor, bular shu ishontirish qobiliyati nihoyatda kuchli-da. Endi qarang, shu noqonuniy yurib shuncha pul orttirib unga berdi, u pullar ham kuyib ketdi endi. Xo'p, buni o'zi ham qo'lga tushdi. Mana nima bilan shug'ullanishadi? Mehnat bilan shug'ullanib yurganlar yuraveradi, mehnatini qiladi, pulini oladi. Lekin mana men senga ish topib beraman, mana men senga hujjat to'g'irlab beraman, mana men senga o'qib beraman, bu qilib beraman deb shu mehnat qilmasa-da, lekin shu pul topsa. Pul topganda ham u uncha yeb ichishga, yotoq joyga bir tirikchilik uchun emas, ko'proq pul topishga.
harakat qilib o'zini vatandoshlarini aldab yuribdi. Mana. Shunga aytmoqchimanki, baraka topkurlar, chetda yurishni o'zi bo'lmaydi. Bu qanchalik mashaqqat. Vatanni sog'inasiz, oilani sog'inasiz, yurtni, mana bu o'z tug'ilib o'sgan joylaringizni sog'inasiz. Shuncha qiynalib, begona joylarda pul topib yuribsiz. Nimaga osongina shu mashinniklarga berib qo'yasiz? Qonuniy yo'lini biladigan odamga, qonuniy joylarga murojaat qiling. Juda bo'lmasa mana qaytib keling, vatanga qaytib keling. Shu pulni unga berguncha deyman. Hech tushunmayman. Lekin haqiqatan ham u mashinniklarning o'zi mana shunaqa xususiyati bor-da, ularga bilasizmi, qanaqa qilsa bo'ladi. Ular asli holichalik ko'rinmaydi-da. Yo asling kabi ko'rin yoki ko'ringaning kabi ko'rin deydi-yu. Ularning ko'rinishi boshqa bo'ladi, lekin asli o'zi mashinnik bo'ladi. Ana o'shani oldin aniqlashtirib, bu odam kim, nima, qo'lidan keladimi, kelmaydimi, qanaqa. Hozir u fuflo firmalar qilib olish ham hech qiyin ish emas. Oddiy fuflo firma qilib oladi. Tekshir, nima qilsangiz ham kassaga to'la deydi. U kassaga to'langan pul ham aylanib kelib o'sha o'ziga tushadi. Siz uni huquqiy maqomini yo bir aniq bir ishonchini nima qilmasangiz, ishonch hosil qilmasangiz o'zingizga, bermang, birovga pul bermang. Qancha mehnat qilib topasiz. Xullas, Koreyada yurganlar ham, bizani qonuniy yurganlarni ham shubha ostiga qo'yib, mana bu halol mehnat qilmasdan mashinniklik qilib pul topib o'zini vatandoshlarini aldab yurganlar endi mamlakatimizni obro'yiga ham putur yetkazadi-da bular. Keyin Koreya qabul qilmay qo'yishi mumkin. Halol borib mehnat qilib kelayotganlarni ham qabul qilmasligi mumkin. Bular kelsa постоянный jinoyat qiladi, постоянный bir-birini aldaydi, bir-birini o'ldiradi, bir-birini tagiga suv quyadi deb o'shalar ham tushunib yetadi-da shuni. Shunaqa bo'lmasin, iloyim. Yo'q bo'lsin, teg-tugi bilan yo'q bo'lib ketsin bu. Mashinnik, aldoqchi, dankasa, firibgar, o'shalardan chiqadi hamma jinoyatchi. To'g'rimi?